Hürmetli vatandaş leksiyemizi davamlaştırmaz. Endeki leksiyem şu tahlil kılgılarımızga münasebetlik leksiyalar. Birinci mavzumunda bugünkü islaha 2021 yılı 6. ayının 29. günü vatandaşım. Mavzumunda Amerika, Fransiya uçraşqandan keyin ortaq tonuş hasıl qildi. Jungoning dunyoga yetakchi bo'lishi qat'iy yo'l qo'ymaymiz. Dedi mavzuli xabar 6. ayning 27. kuni Dovi torbetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. 6. ayning 25. kuni Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Antony Blinken Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan ko'rishgandan keyin mundaq ko'rsatdi. Washington va Paris Jungoning dunyoga yetakchilik qilish rolini o'ynashiga hargiz yo'l qo'ymaydi. Vaziyatning bundoq o'zgarishiga hargiz yo'l qo'yg'ili bo'lmaydi. New York Vaqt gazeti 6. ayning 25. kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken Fransiya prezidenti Macron bilan ko'rishgandan keyin mundaq ko'rsatdi. Amerika bilan Fransiya Jungoning dunyo tartibiga yetakchilik qilish niyatini birdak cheklaydi. Bundaq dunyo tartibi mohiyat jihatdan aytganda hargiz erkin bo'lmaydi. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken ta'kidlab mundaq ko'rsatdi. Amerika bilan Fransiyaning maqsadi odatda Jungoni cheklash emas. Lekin erkin va echivitilgan xalqaro sistema jihatdan aytganda Amerika bilan Fransiya ko'krak kirib o'tirg'i chiqadi. Demak, bu yerda vaqtni Jungoni cheklash emas. Agar Jungo sen dunyo tartibiga xirist e'lon qiladigan bo'lsam va dunyoni men boshqaratdim yoki dunyo tartibiga yetakchilik qilatdim deydigan bo'lsam, Amerika bilan Fransiya seni cheklaydi. Bu yerda hozir ikki davlat doirasida bo'layotgan suhbatda o'tirg'i chiqqan fikr vatandoshim. Ko'krak kirib o'tirg'i chiqdi. U mundaq hisobladi. Yana bir tanlash borki, tartib bo'lmagan, qalaymi qallashgan dunyoda to'qinishdan saqlanqili bo'lmaydi. Amerika, Fransiya buningga orilishdan, to'qinishga orilishdan saqlana olmaydi. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken yana mundaq ko'rsatdi. Demokratik davlatlar duch kelgan xiristlar butun dunyo xalqiga qanday xizmat qilish, yaqindan beri parchalangan va mustabid davlatlar elib kelgan xiristlardir. Antony Blinken yana mundaq ko'rsatdi. Men prezident Macron bilan mening o'ylaganlarimning o'xshash ekanligini bayqadim. Bizning diqqat qiladiganimiz amaliy natijalardir. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken yana mundaq ko'rsatdi. Yuqumliq virusni nazarga olganda Jungoning kun sayin kengayayotgan ta'sir kuchining xiristlarga har qaysi davlatlar o'rtaq harakat qo'llanishi lozim. Hindistonning davlat mudofaa ministri nozuk bir daqiqalarda Jungo-Hindiston chegara rayonini ko'zdan kechirdi. Yana bir xabarchimi mana qisqacha anglab o'tishlardi. Tibet Budda dini butxonasini ziyorat qilish chuqur ahamiyatga ega. Mavzuli xabar 6. ayning 29. kuni Dovi torbetida e'lon qilindi. Jungo-Hindiston chegara vaziyati yana jiddiy o'rlagan bir paytda Hindistonning davlat mudofaa ministri Rajnath Singh 6. ayning 27. kuni Jungo-Hindiston chegara rayoni Ladakhni ko'zdan kechirdi. Uning bu faoliyati diqqat qo'zg'adi. Rajnath Singh o'zining va Ladakhda oldin qisab Hindiston askarlarining o'zaro elib borgan faoliyatlarini 6. ayning 28. kuni Twitterda e'lon qildi.